Arkadaşlar men Niko Gamer va bugun biz bomj bo'lib qoldik. Afsuski chunki merga soliqlarni to'lamayotganim uchun uyimni olib qo'ydi golemlar bilan va hozir sizlarga uyimni ko'rsataman. Mana bunaqa eskirib ketgan uyda yashayapman. Buni 5-6 oy yo'q 5-6 yil oldin qaysidir bomj mashitda yashagan ekan va hozir sasib pasib ketgan. Hop, bugun tirikchiligimizni qilamiz. Birinchi kuni bo'ladi bugun. Qani ketdik. Va bizning ovqatimiz ham ozgina qolgan. Men nimaga soliqlarim to'lanmaganman o'shani aytsam, men boshdan oyoq temir va temirdan narsalar sotib olgandim. Shunga pulim yetmay qolgandi. Shuning uchun ko'rib turibsizlar, bomj bo'lib yashayapman va ovqatimiz ham ozgina qolgan. Tirikchiligimizni qilishimiz kerak. Qishloqda aylanib chiqaylikchi. Stop. Ana bu uy nima? Qishlog'imizda oldin bunaqa uy yo'q edi. Hop, hozir tekshirib kelay. Voy. Hop. Mana video cho'zilib qoldi. Voy, Niko Gamer, bu yerda yangi uy topilibdi. Ha, ko'rdim, o'zim ham o'sha yoqqa boryapman. Hop, nerman? Wow. Sen nima bu yoqqa kelding? Xo'sh, siz kimsiz? Men shunchaki bu qishloqqa yordam bergani keldim bomjlarga. Bomjlarga yordamga kelgan dedingiz? Ha, meni hamma shartlarimni bajarsalaring yetarlicha pul beraman sizlarga. What? Sen nimaga kelding? Men oddiygina bu bilan tanishga kelgandim-da. Bo'pti. Tur yo'qolibdi. Hop, menga qanaqa narsa bajarasiz? Menga qanaqa challenge berasiz? Hop, qanacha o'rmondan 20 ta daraxt hopga. Xo'p, bo'ladi. Juda shikoriga o'xshab ko'rinyapti-da. Mayli. Yugurdik. Biz hozir tetikmiz, qonimiz qochqagan yo'q. Ertalabdan endi boshqa bor edi. O'shandan bu o'rmonda atrofidan olmaymiz, chunki mer ko'rib qolsa kallamizda oladi. Narig'lardan olamiz. Hop, şey böyle. Nerede? Hop, 20 ta dedi. Demek ki 20 ta olamiz. Hop. Bu nimaga yeygan ekan? Ha, bu muzlarga yordam bergani dedi, ha, bo'ldi, bo'ldi. Tak. Normalni 13 ta, 14 ta, 15 ta, 16 ta. Yaxshi. Mana itdan olsak, ko'rmaydigan joylardan olishimiz kerak. Bo'lmasa mer pulimizni yarmini olib qo'yadi. Shuncha mehnat qilganimiz ketadi. Hop, 20 ta oldik. Ketdik. Kichkintoy bitta yurma, bo'rlar yeb qo'yadi. Dadam qani meni. Dadasini qidirib yuribdi ekan. Aniq deydi-yu. Qayoqqa ketyapti? U qornim och qolgandek ko'rinadi. Uyga borib ovqat yeb olaman. Bu yoqqa chiqishim qiyin ekan. Hop, janob, mana keldim. Birat tushtiring. G'iybat qilayotganmilar. Mena 20 ta. Hop, menga yordam qilib olasizmi? Ha, albatta. Mana. Hop. What? Bering endi. To'xta, cho'ntagimdan topolay. Ha, hop. Topa qolarsiz endi. Qafsov, abrakadabra, shakabra. Mana bu sandiqni ochganda. Nima? 20 ta daraxt o'rniga 20 ta olmos berdingizmi? Ha, bu sovg'a desang, bomjlarga sovg'a.
Rahmat, yuzingizdan bitta o'pay. Bo'ldi. Rahmat. Yana qanaqa vazifa bajaray? Endi kerakli ana undan qonda 20 ta to'shakka 30 ta olmos beraman endi. Oo, 30 ta. Meni uyim 64 ta almos turadi va yo. Va qonim ochib ketdi lekin. Voy, men ko'ngil ketmayapman, men boshqa yoqqa ketyapman. Xo'p, hozir. Xo'p, mana uyimga kelib oldim. Kelkamni olib ketishga. Xo'p, turibdi. Xo'p, yaxshi. Ketdik. Mana bu tarafda deb aytgandi. Mer qaysidir taraflarda. Hop, topib hozir videoni stop qilib turaman. Xo'p, 5 sekund o'tib topib oldim o'zim. Mana zo'r shaxta ekan. Menga yoqdi. Shu 20 ta tosh dedi menga. 11 ta qoldi. Chekalaman. Lekin qonim rosa ochdi. Bo'ldi. Vay, 23 ta ketdi. Mayli. Ketdik. Mana meni uyim. Oldingi uyim yaxshi edi. Mana bu edi. Oldingi uyim. Afsus. Yaqinda boshqasiga berib yuborishim mumkin. Agar qaytarmasam. Xo'p, janob, mana 27 topib keldim. Zo'r. Bu bilan endi senga bonusi bilan beraman. Ya'ni 47 ta. 47 ta. Oh my god. What the fuck, o'zimni akanga tashlab yuboraman. Umush bo'lib endi his qildim pulni. O'tirib oldi. Oy. Men chidamli emas ekanman shu. Janob, qarich pulni cho'zing. Sof, abrakadabra. Seni inventaringda paydo bo'lib qolsin. What the Hey, urmay meni. Bo'lmasa chegirmalarni yo'qib tashlayman. Uzr. Oy, 47 ta. Voy, inventarimdagini ham qo'shay. Bir sagu 8 ta olmos u ketdi. Bu men o'yimga yetadi. Rahmat, lekin. Yubir. Uyimga bo'lay. Yetdim. Voy, men qo'lim dahshatga chiqadi boru. Bir ikkita yey analardan. Password ham. Mazza qildim. Birpas cho'zilaymi ekan. Tezroq uyimni olaman. Xo'p, jo'rachi. Salom mer. Nima? Uyda men qo'riqlab yurgan-ku. Sen pulni qaytarmoqchimisan? Menda yetarlicha pul bor. Va mana sizga. Va menda ortiqchasi ham bor. Endi men o'z uyimni qaytarmoqchiman. Unda narsalaringni olib kelib shunaqa qaytaraver. Zo'rlar. Meni uyim haydab yubordi. To'g'ri, o'zimda ham ayb bor. Mayli. Xo'p, meni do'stlarim bor edi. Ularga telefon qilib ko'raychi, balki narsalarimni tashishga yordamlashar. Alo. O'rtoq, men narsalarimni uyimga
tashishga yordamlashasanmi? Uyimni sotib oldim. Yo'q, men bandman-da, jo'ra. What the fuck? Do'stlaring ham tashab ketadi seni. Xo'p. Buni nima so'rayapman? Bo'ldi, hamma narsa inventordan ha bo'ldi. Bularni taqib ol. Xo'p, keraksiz narsalarni qo'y. Buni ham bo'ldi. Non hozircha kerak emas, non ochqamadim. Xo'p, buni ol, yaxshi. Xo'p, bersak, ol. Voy, men shunaqa joyda o'tganmidim, zavqi. Xo'p, mayli, zolimlar. Shunaqa uyda bergan. Xayr, yangi uyimga ketdimmi? Eski uyim desa ham bo'ladi uni. Oymer, men hamma narsamni olib keldim. Va bu yerdan turli qo'yingchi. O'zim narsalarimni joylashtirib olay. Xo'p, normalni. Hech narsa yo'q. Xo'p, mayli. Ovqatlarni joylashtir. Pul ular kerak emas. Bularni o'zi nima taqdim ekan? Mayli. Buni ham sotib qo'y. Bu don menda nima qilyapti? Buni ham sotib qo'y. Xo'p, mayli. Tak. Telefon turaversin. Xo'p, yotoqni joylashtir. Tak. Desam qo'y. Tak. Bu turaversin. Hech narsamni solmayman. Endi berishdim. Taklab oldim. Mayli. What the fuck? Nimaga yo'q dema shu. Vaqtda. Mayli. Mana qo'yadi. Pechka esa mana bu yerda tursin. Pechasi isib turamiz. Chunki ko'ryapsizlar, havo ancha sovuq. Shamol ham yog'yapti. Xo'p, tak. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bunaqa videolar ko'proq chiqib turadi. Va albatta like bosing. Xayr.